Assalomu alaykum do'stlar. Darsimizni davomlashtirib so'zlasak, hozir shu velosipedni echish, uni tuzash to'g'riliq so'zlab bo'ldik. Endi Zanjang, ya'ni bekat boshlig'i deb ataymiz. Shuning ixtiyori bilan tanishib o'tsak, buning ochlig'ini Xitoy Guanli Tuandu, ya'ni bekatning orqa supasini boshqarish a'zolari deb tushuniladi. Buni o'mak a'zolari degandek. Siz bekitingizning oqibatida yana boshqalar kiradisan deganni o'ylasangiz, siz mushurni qilsangiz bo'ladi. Masalan, ma'rung a'zo ismini yoza olasiz. Masalan, Sahra ismli to'rindosh mening munbarimning oqibatida kirmoqchi bo'lsa, Sahra deb yozib, ma'rung Fuzanjang. Masalan, darvoza mas'uli, munbar mas'uli, top mas'uli degandek gaplarga men Fuzanjang desam, muavin bekat boshlayman. Buni Tianja qilib atdim. Demak, bu a'zo yo'q deyapti. Agar mush bekatning a'zoga qolgan bir a'zoni oqibat kira oladigan qilish uchun mushundan yasoq bo'ldi. Ondan keyin de ma'runun tüendücü, yani vazifesi deydi. Muşundan darvazını, yani başbat kısmını başkuramdı mı, bir kısmını mı, yak topnu mu, yak boşluknu mu, yak azalarını başkuramdı. Qatarlıqlar. Ondan keyin güvenli tuncu, amiyaga ma'lum bir azal nisbatan uçur yo'laydigan iqtidori bor ekan. Mana ishlasak bo'ldi. İkinci birisi Yuşang Shiji. Bu Yuşang Shiji degan nima desa, Muşu bekatniki email iqtidorini echish, ya'ni bu email iqtidorini ochgandan keyin a'zolar bevosita el-xitni tanlab bo'lib, o'zining maxfiy nomerini o'zgartiradi. Masalan, biz buni ochaylik. Biz buni echish uchun chuqum oldi bilan bizninki keykurimizniki mushu bir iqtidori echilgan bo'lishi kerak. Ya'ni odatda buni ESMTP deydi ekan, mushu bir iqtidor yoki SMTP mushu ya'ni mulozim turib uchish yo'llash miqdorini ochamiz. Buning uchun biz o'rindan keykuninki ilxatni besib, biz keykuninki ilxat tangshiga kiramiz. Hozir kiryotdi ma o'rindan biz shoji, ya'ni laylash turini basamiz. Undan keyin bu o'rindan jangxu bu turini basamiz. Biz bo'lgandan keyin ostiga qaraydigan bo'lsak, bunda bir tillashuv bor. Mana SMTP Fuji, yani mushu keykuga ilxat yo'llash iqtidori. Masalan, bu xat hozir bayam uchdi bana. Mush xat shu SMTP mush iqtidor shu. Mushu ikki turga belgi urib o'tamiz. Undan keyin ostindagi ma'valiq meningki hujjatlarim xususiylik materiallarni topshirib oladigan mushu iqtidorlarni undan keyin mushu uchurlarni yo'llagandan keyin mushu keyku ilxasini saqlanadigan mushu iqtidorlarni mash uchtalar shurgan belgi urib o'tgandan keyin ma'lum bavsun shugay, ya'ni o'zgartish saqlash degan turini besib keykurimizniki mushu ilxat iqtidorini ochamiz. Yetib bo'lgandan keyin biz bayamqi batga kirib ma'rundan ikkinchi tanlash turini tanlaymiz. Tanlab bo'lib ma'runga bir adresni qatimiz. Bu yerdagi qatadigan adres qaysi desa, ma'runni bir ko'raylik. Mayaqda yo'q ekan, biz o'zimizniki bekitni olsak bo'ldi ekan, men mana ko'rsatib qo'yay. Nisbatan muhim mashg'ulot. STMP Fuji adresi deganga tuanlik xatni yozamiz. Ya'ni SMTP chikit.com. Ama bu keykuninkiga ilxat yo'llaydigan mulozimatlarning nomi ekan. Ma'runda 25 o'zgartmaymiz. Ma'runga Yanjing degan turga belgi urib o'tamiz. Bundan keyin ma'runga shuni topshirib olg'uchi email adresi deydi. Biz buningga o'zimiz bayam ochgan keykuninki ilxat adresini to'ldirib beramiz. Siz chuqum qaysi ilxatingizni adreslashgan bo'lsa shu ilxatni yozasiz. Ma'runga SMTP Shinfin Yanjing Yonghu deydi. Yani tasdiqdan o'tgan a'zolarning ismi yoki shu xil ixtiroslashgan a'zo nomi deydi. Men mushu keyku nomerini shartkaligim uchun mush ishlataman. Masalan, buning Yavarliyu Hasanliq yoki Yo'liyusan, ya'ni 126 160 Hasanliq yoki Foshmayl Hasanliqni qolgan birini ishlasak bo'ldi. Ma'runga shu nima kiradigan maxfiy nomerini yozamiz. Keyku Hasanliqimizningki maxfiy nomerini yozamiz. Ya keykurimizning maxfiy nomeri degan gap. Ma'runga yazsam bu oshkorlanib qoldi ekan, shu men bu yerga yozmay. Yozib bo'lgandan keyin boshqa hech qanday o'zgarish kirgizmay ma'rundan Tijav degan belgini besib o'tamiz. Tijav degan belgini besib o'tamiz.